Muhammadjon aka, Mahmud Ko'tingni bu hovlini ko'rmasanglar bo'lmaydi. Uyim joyim deydiganlar, mana terassasini qarasanglarchi. Boshqacha-yu va bu uyimiz 2 sotuvga tushgan. Hovlisiga bitta qarab, havas qilib, layk bosishdan chiqmasa, hammamizga shuna hovlilar nasib qilsa, bundoq qaraganingizda o'zi ham New York Cityni eslatib olar ekan. Xullas, yo'qsin degan holda bitta layk bosib, kelinglar, endi obzorimizni boshlaymiz, ketdik. Bu joyimiz Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan. Mahallasiga o'zingizlar alohida e'tibor berasizlar. Yoqqan tarafi uyimizni eshiklari balangina. 7 ta xona, tagida podval va 4 ta sanojil. Garaj qo'yadigan joyi, mashina parkovka qilsangiz bo'ladi. Bu tomonda yozgi oshxonasi. Uyimizning birinchi qavatini o'zida 2 ta xonasi bor. Birinchi kirganingizda hol, tezroq ko'rsataman bu tomonni. Bu yoq zal. Ro'parasida esa oshxonamiz bor. Oshxonaning oynalari balangina, sezdinglar. Bu tomonda esa bitta родительский spalniy qismi. Mana bu tomonda o'zining alohida sanojili, dushovoy, bu tomonda hojatxonasi bor. Uyimizning kadastr hujjatlari, hamma sharoitlari bor. Ikkinchi qavatda esa bu yerda bitta kattagina holi. Hol orqali xonalarga kirsangiz bo'ladi. Birinchi xonasi bu bitta zal. Zalini o'zida kichkina kurilkasi bor. Yoqqan tarafi bu yerda qo'ni-qo'shnilarning uyi ko'rinmas ekan. Buni hozir alohida ko'rsatamiz. Bu tomonda esa bitta bolalar xonasi va ro'parasida esa bu yerda bitta sanojil va o'zini alohida родительский spalniy sanojillari bilan. Eng yoqqan tarafi uyimizning mana shu qismi bo'ldi. Vay! Ana shu joyda mehmonlarni kutib olib, pastda mazza qilib, kim nima qilayotganini bilib olsangiz bo'ladi. Endi bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, $255 ga yondagi joylarni sotgan ekanlar. Bu uyimiz narxi esa uyim joyim deydiganlar uchun $240,000 deyishyapti. Yana sunnatiga o'tib beradigan joy bor. Qiziq bo'lsa, uy egalari nomerini videosida qoldiramiz, bemalol bizning nomimizdan murojaat qilsangiz bo'ladi. Charchab qolmanglar.